Dasturlarimizda xabar berib borayotganimizdek, Prezidentimizning 2025-yil apreldagi qaroriga muvofiq bu yil mamlakatimizdagi har bir ehtiyojmand oilaga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratildi. Ayni yo'nalishdagi ishlar Toshkent viloyatida manzilli amalga oshirildi. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga elektr energiyasi, tabiiy gaz kabi zarur to'lovlarni amalga oshirishda ko'mak berish uchun Toshkent viloyatida jami 77.849 nafar oila bir martalik moddiy yordam pullarini oldi. Jumladan Chinoz tumanida ham ro'yxat asosida moddiy yordamlar o'z egalariga yetkazildi. Bahromjon Sartayev tumanning Ehtirom mahallasi fuqarosi. Oilaviy imkoniyatidan kelib chiqib berilgan yordam mavsum oldidan xarajatlarini ancha yengillashtirdi. Gazga to'ladik, svetga to'ladik, qiynalmasdan, qo'rqmasdan qishki sovuqlarga tayyormiz. Buning uchun Prezidentimizdan o'zim oilam nomidan minnatdorchilik izhor qilmoqchiman. Ma'lumot uchun viloyatda 77 milliard 849 million so'm miqdoridagi mablag' aynan bir martalik moddiy yordam uchun Tijorat bankiga to'liq moliyalashtirib berildi. Hozirda Ehtirom mahallasida 3000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Shundan 54 nafari nogironligi bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Hozirda kambag'allik reyestrimizda 21 nafar oilalarni va ularning farzandlarini qamrab olganmiz. Mahalla yettiligi tomonidan shakllantirilgan qo'shimcha ro'yxatda eng avvalo boquvchisini yo'qotgan tarkibida birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, oilalar qamrab olindi. Shular qatorida Ko'tarma mahallasida yashovchi Imomovlar oilasi ham bor. Shu mahallada yashovchi Aynur To'laganova 5 nafar farzandning onasi. Ikkinchi farzandi og'ir dard bilan kasallangan. Bir martalik bo'lsa ham davlat tomonidan ko'rsatilgan yordam onaning ko'nglini tog'dek ko'tardi. Plastigimga tushgan zahoti borib gaz, svet to'lovlarini to'lab o'tiribmiz. Mana hozir gazimiz bor, yorug', issiq joylarda o'tiribmiz. Mana shunaqa sharoitlar uchun muhtaram Prezidentimizga kattakon rahmatimni aytaman. Ushbu tizim orqali faqat ro'yxatlarga tayanilmadi. Mahalla kesimida qo'shimcha monitoring o'tkazilib, oilalarning hozirgi ahvoli o'rganildi. Jami 3,5 mingdan ziyod oilalarga bir martalik 1 million so'mlik moddiy yordam pullari ajratildi. Bu pullar mana shu ehtiyojmand oilalarimizni tabiiy gaz hamda elektr energiyasiga sarflash uchun mo'ljallangan bo'ldi. Oqqo'rg'on tumani Hosildor mahallasida yashovchi Umida Abdug'ofurova ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topildi. Uning oilasiga elektr energiyasi uchun to'lovni amalga oshirish maqsadida yordam puli ajratildi. Xonadonimizga ijtimoiy xodim kelib, Prezidentimiz tomonidan berilgan 1 million so'mni berishdi bizga. Bergan 1 million pullariga svetga to'ladik. Qish mavsumida issiq uyda o'tirib, bolalarim bilan o'tkazamiz. Bu kabi yordam faqat bir mavsum bilan cheklanmaydi. Elektr va gazni bazaviy me'yordan ortiq ishlatgan ehtiyojmand oilalar yil davomida qo'shimcha kompensatsiya oladi.